eridan pul ololmaydigan ayollar ko'p aytishadi-da, erim menga pul bermaydi, erim menga pul bermaydi. O'sha erini o'rgansin psixologiyasini, bu er o'zi pul beradigan ermi yo pul bermaydigan ermi? Agar shu kursdan, misol uchun erkak psixologiyasi kursini o'qishsa ayollar, erkakni psixologik portretini o'rganadi. Uni shaxs tipi kim o'zi? Shunaqangi erkaklar borki, o'sha nokas, umuman pul bermaydigan-da, uni hech qanaqasiga pul bera olmaydi. Bir xil erkaklar shunaqa bo'ladi. Shuni psixologiyasini o'rgangandan keyin undan pul olish yo'llarini o'rganib oladi. Unga munosabatini to'g'rilasa, ishonasizmi, bu dunyoda har bitta necha milliard inson bo'lsa, u insonga to'g'ri munosabat qilish orqali siz o'zingizning maqsadingizga yeta olasiz. Ayollar o'zini shu maqsadga yetish uchun shu erkak psixologiyasini o'rganish juda ham ularga qo'l keladi. Agar siz ham turmush o'rtog'ingizdan pul ola olmayotgan bo'lsangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring va meni yopiq kanalimga qo'shilib oling. U yerda erkak psixologiyasini o'rganasiz va bu erkak kishi o'zi rostdan pul bera oladimi, yo'qmi, bu haqida juda ham ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lasiz.